Nima gaplar Otabek aka? Boshlang endi bundan bir qani. Otaxon siz boshlang, davom ettiramiz deydi. Boshlang. Niyam boshlang, dardlaringizni ayting. O'zi ko'p Vazirlar almashtirdingiz mana. Tavba qildim. O'tgan safar ham shuni aytdim. Men aloqam bor. Tavba qildim. Avvalambor shuni aytaman men. Rasmiy anaqa bayonot. Yo'q, rasmiy bayonot emas o'rtoqlar. Gap shaxslar haqida emas va men hech qachon bir agar amaldan ketgan odam bo'lsa, uni orqasidan tosh otmaganman. Bundan Yo'q, orqasidan demayapmiz-ku. Ketgungacha otdingiz, mana niyatga erishdingiz. Yo'q. Bu mana shu fikringiz ham noto'g'ri. Qanaqa niyatga erishdingiz deganingiz? Nima deganingiz? Lekin hamma siz yuzingizga aytmasa, lekin hamma Otabekka bo'shatdi deyapti. To'xtamay tormoqlar. Undan Biz demayapmiz. To'xta, Otabek aka, aniqlash. Tijorat bo'lishi kerak va uyat qilish, Energetika vazirligi rahbariyati almashishini ko'p bora aytgansiz-ku, almashish kerak deb. Ha, deganman. Aytganingiz bo'ldi deyapmiz. Yomon gap aytmayapsiz. O'sha munosabat bildiring demoqchimiz. Nima munosabat bildiraman? Bu endi bu jarayonda men aytadigan gaplarimni necha yildan beri aytib kelyapman va iyuldagi voqealar ham ko'rsatdiki, iyuldagi ko'p voqealar ko'rsatdiki, haqiqatan ham shu aytilgan gaplarda juda ko'pi to'g'ri ekan. Prezident ham dokladida o'sha aynan shu masalaga bag'ishlangan yig'ilishdagi dokladida sanagan narsalarimni tezis qilib o'zingizlar xayollarga keltiringlar-da. Avariyalar masalasi bo'yicha, tizimni nobarqarorligi bo'yicha, tannarxi oshayotgani bo'yicha, iqtisodiyotga va iste'molchilarga yetkazilgan ziyon bo'yicha, ma'nosiz loyihalarda atay narxi oshirilgani bo'yicha, foydalanmayotgan resurslar bo'yicha. Mana bitta misolda aytayin-da, ko'pchilik e'tibor bermadi shu nuqtaga. Prezident aytayapti, Surxondaryoda shu issiqlik elektr stansiyasi qurish uchun shunday atayin noto'g'ri joy tanlanganki, u yerga gaz yetkazib borish uchun yana 300 million dollar pul sarflash kerak. Tushunyapsizmi? Energetikamizni mohiyati iqtisodiy samaradorligi emas. Shu loyihalar orqali narxni qimmatlashtirish, tannarxni qimmatlashtirish modeli ustiga qurilib qolganda eng katta xato ham shu. Sodda aytganda, shunaqa chekkaroq joy tanlangan, noqulay joy. Yana o'sha yerga zakaz bo'ladi, davlat zakazi bo'ladi. Quvur tortishing kerak, nechidir kilometr, masalan, shartli quvurga ketadi bir. Nima qilish, rezervuar qurishing kerak, ketadi. Ya'ni yana ularga o'sha infratuzilmani qilganingizdan keyin ham u har bitta u gazni 1000 kubasini 100 kilometrga haydashga qishda har xil ob-havo sharoitida bosim turlicha bo'lgan paytda siz xarajatingizni yana ham oshiradi degan narsa tasavvur qiling. Сопутствующий xarajatli siz yuqori darajada qabul qiladigan xarajatingiz ham bor. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham lekin shu haqiqatda siz aytdingiz, ko'p aylanmadi, lekin umuman shu oxirgi yillarda energetika sohasidagi juda ko'p berilgan savollar biz bitta yilda olishimiz mumkin. Hammasiga beriladigan savollardan bittasi nima deydi, o'rinlimi, o'rinsizmi degan savolni o'sha Surxondaryo misolida yaxshi gapirdi. Lekin ko'pchilikka sal qiziq tuyulmadi-yu. Kichik, lekin bitta abzasda aytildi. Lekin eng muhim mohiyatini ko'rsatib berdi. Ikkinchi mohiyatini ko'rsatib berilgan narsa bu biz pul beryapmiz, lekin muammo pulda yetarligida emas, lekin natija olmayapmiz. Muammo boshqaruv menejment sifatida degan fikr aytildi. Bu ikkinchi muhim berilgan signal. Bu yangi rahbariyatga nisbatan ham, sababi biz hozir pul beryapmiz deganda tashqaridan kelayotgan investitsiyalar, byudjetdan to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalar, iste'molchilar tariflar uchun to'layotgan to'lovlardan ham tashqari yana bitta narsaga shu yerda aniqlik kirib ketish kerak-da. Ijro organlari, ya'ni mahalliy hokimiyatlar ham to'g'ridan-to'g'ri qish, kuz, yozda barqarorlik ta'minlash uchun tinimsiz pul ajratadi. Mahalliy byudjetdan, qo'shimcha mablag'lardan. Mana hozir shu yerga kelganda ham kecha hokim qaror imzolabdi. Shu menimcha prezident yig'ilishidan keyin Toshkent elektr tarmoqlariga mahalliy byudjetdan pul ajratish to'g'risida. Bu sanoqsiz-da bunaqa. Hech kim buni hisobini olgani yo'q. Yil davomida qanchaga tushdi? Toshkentga umuman kommunal soha va energetika sohasiga eng katta subsidiya beradigan o'zi Toshkent. Yo'q, subsidiyadan ham tashqari har oyda, har chorakda buni barqarorligini ta'minlash uchun, qaysidir avariyalarni yo'qotish uchun, bartaraf etish uchun tinimsiz pul beriladi. Uchinchi yana bitta nuqtasi bor. 2023-yildan beri davom etyapti bunday tajriba. Yirik korxonalarimiz bor, puli ko'p korxonalarimiz. NGMKga o'xshagan, AGMKga o'xshagan katta kombinatlarimiz bor. Ular puli ko'p-da. Uning ustiga oltin bilan mis narxi oshib yotdi. Ularga ham shunday nimalar, yuklamalar berilgan. Sen mana shu hudud bo'yicha infratuzilmaga yordam berasan. Masalan, Olmaliq
Oqqon metallurgiya kombinati Olmaliq shahrini nimasi? Ya'ni bu nima deydi, xomiy, ya'ni yo'l- hammasiga joy beradi. Yo'liga ham, gaziga ham, svetiga ham. ya'ni yo'l-yo'lakay xarajatlar, ya'ni berilayotgan pullar Yoqdan, faqatgina buyoqdan. ko'rilayotgani emas, biz ko'rmayotganimiz ham bor. Va aynan shu joyda suiiste'mol bo'lgan deb o'ylayman men. Ya'ni pul haddan tashqari katta miqdorda berilayotgani uchun o'z-o'zidan ularda manfaatdorlik, samaradorlikka bog'lanmaganda, manfaatdorlik ko'proq pul ishlatishga. Bo'lib ham Pul bo'lsa bo'ldi. xalqni o'zi tashabbusli byudjetda ham ancha-munchalik har yili mablag'lar yutadi. O'sha transformator bir narsa. Otabek Ha. aka, shu sanayotgan narsalaringizni o'zi tizimni noto'g'ri yo'lga qo'yilgan. Ha, emasmi? iqtisodiy to'g'ri asoslar ustiga qurilmaganda. Ya'ni Bekar- sizda bekar- manaqa xavf yo'qmi? Masalan, yangi rahbariyatni o'zgarishi ham tizimni o'zgartira olmaydi degan. Menda shunaqa fikr bor, qarang. Nima, o'sha kuni Qobilbek ham qo'ydi-yu, rahbarni yig'ilishdan keyin chiqib intervyular berishdi. O'sha yangi tayinlangan odamlar. Men Ichiga kirayotgan men rahbarlar. ichiga kirish kerak bo'lgan rahbarlar o'sha yerda aytildiki, muammolarni nimasi asl sabablari birinchi aytildi, tezis ko'rinishda bo'lsa hamda. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan bugungi video selektor yig'ilishida Energetika vazirligi oldiga aniq maqsadlar, vazifalar belgilab berildi. Tizim xodimlari 90% vaqtini pastda o'tkazish kerak. Ya'ni mahallalarda, hududlarda infratuzilmani joylardagi obyektlarida asosiy topshiriq iqtisodiyotni rivojlanishi uchun, aholining kayfiyati yaxshi bo'lishi uchun uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun kerakli hamma hisob-kitoblarni qilishimiz kerak. 3 oy muddatda mana shu hisob-kitoblar asosida tizimni takomillashtirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishimiz kerak. Bunda tizimga bozor tamoyillarini joriy etish, jadallashtirishimiz kerak. Sohada mahsulotlarni yetkazib berish, suyultirilgan gazdan boshlab raqobat mexanizmlarini joriy qilish topshirig'i berildi. Asosiy vazifalardan biri tarmoqlarni yangilash bo'lsin, qarzdorlikni qisqartirish bo'lsin, yo'qotishlarni kamaytirish bo'lsin, hammasini hamkorlikda bir yoqdan bosh chiqarib amalga oshirish topshirig'i berildi. Ya'ni ochiqlik va hisobdorlik kerak. Ochiqlik va hisobdorlik kerak. Siz hamma muammoni tan olishingizdan boshlanadi-da, yechimlar Eski boshlanadi. rahbariyatda bormidi shu ochiqlik va Menda asosiy misol uchun ko'p gapirardik-ku, mana o'zlari kelganda ham shu savol berganmiz. Ko'p savollar, ya'ni ochiqlik, shaffoflik so'ralgan paytda bu narsa Shuni sizga raqamini nimaga ko'rsating kerak? desa, Nimaga kerak bunday sizga ma'lumot degan javob bo'lardi-ku odatda. Bitta menga emas, juda ko'p holatlarda ham-da. men endi Endi o'sha energetika bo'yicha endi mana nima qilganim, biz buni rahbarni tayinlangani noto'g'ri yoki to'g'ri bo'lganligi yoki nechog'li samara berishini uzoq kutishimiz shart emas. Ya'ni Kuz yaqin-ku mana. qish qish. o'sha xalqimizning anomal qishida biz winter is coming. ya nima deydi, winter is coming и stress test deyiladi bu. Birinchi stress test bo'ladi, shunaqa sinov test bo'ladi, sinov bo'ladi va o'shanda bu hammasida yaqqol ko'rinadi. Birinchi munosabat, ya'ni birinchi reaksiya, reagирование, to'g'rimi? Birinchi muammoga, keyin o'sha tayyorgarlik. O'zi mana hozir aytyapti, tayyorgarlik. Men yerda boshimda ortma shu qishda deyilgan bo'lsa, shuni qanchalik tayyorgarlik ko'rilgan. To есть bizni qishimiz o'tgan galgi qishlardan yomon bo'lishi mumkin emas-da, ya'ni savol nuqtai. Yaxshiroq bo'lishi mumkin emas. Yaxshi da balki. Yo'q, mana bu yilgi mana bu nima iqlimdagi o'zgarishlar har 80 yilda bo'ladigan El Niño bilan bog'liq Super bo'lgan El Niño, super El Niño bilan bog'liq bo'lgan hodisalarni hisoblasak, chaqirig'i haddan tashqari ko'proq ham bo'ladi hatto. Keyin shunday doim aytadigan narsa, mana shunaqa krizisli vaziyatlarda har doim vaziyatni yumshatadigan narsa kommunikatsiya. Odamlar chidaydi, hali eski davrda ham aytilardi bu narsa ko'p aytilardi. Svet yo'qligi ham chidaydi, suv yo'qligi ham chidaydi. Hammasiga chidaydi. Vaqtinchalik qiyinchiliklarga chidaydi. Lekin bu haqdagi axborot berilmasligiga chiday olmaydi-da. Qancha toqat qilish kerakligi, qachon shu o'chirilgan svet, o'chib qolgan suv qachon kelishi to'g'risidagi axborotni berilishi yoki doimiy ravishda berib borilishi yumshatadi vaziyatni-da. O'zi Otabekka gapingizga nimada? Yangi O'zbekistonda rivojlanishida, qurilish nuqtai nazaridan rivojlanishida yangi katta kvartallar, yangi uylar paydo bo'ldi-ku. Svet muammosi domino effektini yaratadi-da. Svet bo'lmadimi, suv bo'lmaydi, lift ishlamaydi yangi uylarda. Eski uylarda muammo yo'q. Ya'ni suvni oxirgi etajgacha chiqadi. Masalan, hojatxonasi ishlaydi, boshqa. Bu juda katta muammo yaratadi. Ya'ni odamlarning baqirilishi, maqvorishi. Ya'ni bizda masalan yangi uylar, bizning misolimizda issiq suv ham
elektr bilan. Hamma narsa o'chadi. Suv ham o'chadi. Hojatxona ham ishlamaydi. Suv oddiy suvgacha ham qo'ying. Yo'q, Suv endi ichimlik deymanda, suvi. masalan, hattoki demoqchiman. Suv ham hamma narsa o'chadi. Suv Shunaqa, o'chgan ya'ni keyin o'chadi. shuning uchun ham masalan suv svitdan ko'ra, ya'ni tokdan ko'ra muhimroqda, ya'ni o'lchov bilan Birlamchi resurs. Yo'q, u birlamchi to'g'ri, masalan, qarzdorlik bo'lsa, suvni o'chira olmaydi-da, mana mumkin emas ekanda. Chunki bu birlamchi sanitar haligi hisoblanadi, huquq hisoblanadi va suvni o'chirishi falokati borligi uchun qarz bo'lsa ham o'chira olmaydi. jazo chorasi sifatida kamaytirish nimasi bor? nimadir Sal bo'lishi kamaytirish mumkin, boshqa. Lekin masalan shuning uchun emas, suvdan qarz bo'lsa, elektrga to'lov qila olmaydi deb elektrga bog'layapti-yu. Ya'ni elektr o'chsin, lekin suv o'chish mumkin emas-da. Ya'ni yangi davr odamlar haqiqatda uy olyapti. Yangi uylarga ko'chganlar haqiqatda ko'p, ya'ni katta kvartallarga. O'sha yangi uydagi chatlarda o'tiradigan u anuvda obbo, svit ketdimi? Hamma joyda svit ketdi. Uzoq bilan Wi-Fi ishlamaydi, to'g'rimi? Masalan, eski uylarda nazarda tutsak. Yangi uyda tualet boshlaydi. Umuman suv, lift. Yuqori qavatlar, 16 qavatlab qurilyapti. Xulosa qilib aytganda, 2016-yil tugab, 2017-yil boshlanganda o'zgarishlar nimadan boshlangan edi? Qanaqadir olamshumul islohotlardan boshlanmagan edi. O'zgarishlar eski davrda yo'l qo'yilgan xatolarni tuzatishdan boshlangandi. Chunki o'sha xatolarni hamma ko'rgan edi, hamma boshdan o'tkazgan edi, hamma og'rig'ini his qilgan edi. Men aytmoqchi bo'lganim, mana yangi rahbariyat qanchalik qiyin bo'lsa ham eski xatolarni yo'l qo'ymaslikdan boshlasa, eski xatolarni tuzatishdan boshlasa, nima boshlanadi? Ishonch boshlanadi. Va eng yana muhim narsalardan biri muloqotda qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar rost gapirishni yo'lga qo'yish kerak kommunikatsiyada. Kommunikatsiya deganda men faqatgina iste'molchilar yoki pastdagilar bilan emas, tepa bilan ham muloqotda, kommunikatsiyada hamisha eng qiyin vaziyatlarda ham to'g'ri gapni gapirishdan borishga kerak. Yana bir muhim jihati, xohlaymizmi yo'qmi, globallashib boryapmiz. Energetikani oqimi, ya'ni shimoldan bizga kirib keladigan oqimini diversifikatsiyalash juda muhim masala bo'lishi kerak. Bu bizni bugungi qishimizni o'tkazib olish uchun, oxirgacha chiqib olishimiz uchun emas. Necha milliard olyapmiz? Bu bo'yicha ham ochiq ma'lumot yo'q-da. Masalan, ular aytadigan ma'lumot bo'yicha shu 10 milliard atrofida. 10 milliardga chiqdikmi? 10 milliard atrofida. O'zi xavfli chiziqdamiz. Bu bizni 25% iste'molimiz degani. Biz 46 milliard ko'p bizada. Umumiy 46, 47 endi bu yerda ham nimamiz ochiq ma'lumotimiz yo'q-da. Chunki bilsangiz mana qazib chiqarishni ma'lumoti ham 3 marta o'zgardi-da. O'zi statistikamizni o'zi bir to'g'rilab, tuzatib, shaffoflashtirib olishimiz kerak. Importimizni ham shaffoflashtirib olishimiz kerak, eksportimizni ham shaffoflashtirib olishimiz kerak. Omborlarimizga kirayotgan gazni ham, chiqayotgan gazni ham shaffoflashtirib olishimiz kerak. Lekin import eksport hech ham ochilmaydi. Yangi rahbariyat kelsa. Yo'q, kirayotgani qarang. Tijoriy bo'lmagan qismini gapirsa bo'ladi. Umumiy ob'yom. Tijoriy bo'lmagan qismini qarang. Mana Xitoy, qarang, qanchalik yopiq mamlakat, to'g'rimi? Har oyning 5-sida mamlakatlar qirqimida importini ochiqlaydi. Har oy. Nafaqat tabiiy gaz bo'yicha ochiqlaydi. Narxlar aytmaydi. Suyuq gaz bo'yicha ham, suyuq gaz bo'yicha, portlardan kelayotgan gaz bo'yicha ham. Narxlar aytmaydi. Narxlarini endi qo'shimcha ma'lumotlar orqali narxlarni chiqarib yuborish mumkin. Men bo'lmasa ham shu joyda juda ko'pchilikka taalluqli bo'lgan narsa-da, endi masalan, butun O'zbekistonni gazlashmagan hududlari uchun suyultirilgan gaz bizdan o'tib ketadi. Bunda o'tib ketamiz ko'p. Biz ishlatmaganimiz uchun shaharda turib. O'ta o'sha yaxshi, masalan, umumiy da 600 mingga chiqar dedimi? Mana ishlab chiqarish. Siz qanday yechim ko'rasiz? Men masalan o'tgan gal Marokashda bo'lganimda, o'sha bozorlarda xuddi bizada bilmayman endi nimani sotiladigan bo'lsa, deylik, kartoshka, piyoz, kamazlar naqib turadi. Ko'mir, o'tin. Hammasida 5 kilolik, 10 kilolik, 20 kilolik so'tilgan gaz. Ya'ni bu bozorning bir qismiga aylangan. Odamlar hayotining biz erkin bozor, kimga kerak bo'lsa olib ketadi. Ya'ni bozor, ya'ni sen uni nima deydi? Bu lekin O'zbekistonda juda katta qismiga taalluqli narsa-da, endi men nima. Prezident aytgan raqam bo'yicha suyultirilgan gaz iste'molchilari 3 million 200 agar adashmasam shu raqam aytildi. Ya'ni bu xo'jalikka nisbatan olinyapti, to'g'rimi? Xo'jalik nuqtai nazaridan, ya'ni juda katta raqam. Ya'ni hozir qaraydigan bo'lsangiz, ayrim hududlarda Andijon, Qashqadaryo, shunaqa yuqori darajada hududlar bor.
suyultirilgan gaz foydalanishlari tabiiy gaz foydalanishlaridan ko'proq. Bekariga rahbar aytmadi-ku, Andijondan boshlanglar tajribani deb bekariga aytdi-ku, aytmadi. 1 yillik nimasi, to есть 46 ming, ya'ni 6 oylikda 46 ming. 3 million. Men 48 ming olishim kerak edi 6 oyda dedi. 8 ming olmabdi. 40 mingga oldim dedi. Tasavvur qilyapsizmi? Menga Toshkentdan yubormadi dedi. Bo'lsa men tarqatardim dedi-da, o'zini nimasi. Endi shu odamning nomini har safar aytamiz, lekin aytdi to'g'risini, misol uchun. Ya, lekin bu odam ichiga kiribdi-da. Men ichiga kirdim, u sotiragan narsasi bo'lishi kerak ekan. Vazir bo'lishga tayyor odam. Energetika vaziri. Ha, keyin fenomen. Alohida o'rganishga mening o'zimga dedi 2300 ta ehtiyojim bor dedi. 3 million 700 ming ekan. 3 3 million 700 ming xonadon. Xo'jalik. Endi bitta gapni aytib ketayin. Shu yerda yana muhim. Siz hozir savol berdingiz, savolingizga javob. Birinchisi, bozorga o'tishimizdan boshqa chora yo'q. Ya'ni men aytayotganimki, hozir ham bor bu narsa. Chunki o'z qoidasi bo'yicha 30-40 kunda kelishi belgilanganiga qaramasdan 3 oylab, 4 oylab kelmaydi. Prezident o'zi ham bir necha marta tanqid qilgan shuni. Nima qiladi odamlar haqiqatan ham? Borib quydirib keladi. Quydirib o'sha baloniga quydirib keladi. Mana propan quyadigan shoxobchalarimiz bor, to'g'rimi? O'sha yerda alohida xavfsizlik choralari va standartlarni belgilab, o'sha maishiy iste'molchilarga quyadigan burchaklarni ham tashkil qilsa bo'ladi. Ya'ni alohida litsenziyalar. Infrastrukturaning o'zi bor demoqchi. Infrastrukturani, ya'ni yana balonlarni yig'ib, yana tarqatib qishloq qilib yurishdan ko'ra. Qara, 7000 so'm eng qimmat aholi oladigan propan, aholi oladigan klassi 2000 so'm. Endi bu nima davlat tomonidan qoplanadi? Davlat mana tijoriy narxi 6000-7000. Ya'ni 3.5 barobar farqi bor, afsuski. Tadbirkorga qiziq emas. O'g'irlik kattada bu yerda. Ya'ni birinchi yo'li tijoriylashtirib, 100% narxini tijoriylashtirib turib, mana quyib olib ketaveringlar deyish yo'li. Ikkinchi yo'li bu to'g'rida mana shu yerda ham bir 4 marta gaplashdik shu masalani. Infratuzilmasi ko'taradigan, generatsiya yetarli darajada bo'lgan hududlarda suyultirilgan gazni o'rniga gazlashmagan hududlarda 50% skidka masalasi aytildi. Hattoki elektr bo'yicha. Hattoki aytildiki, mana shu skidkani 2000 kilovat soatgacha skidka qilib beramiz kerak bo'ladigan bo'lsa 50% deyildi. Ya'ni 650 so'm emas, 325 so'm, 900 so'm emas, 450 so'm, 1,5 ming so'm emas, 750 so'm qilib turib 2000 kilovatgacha qilamiz degan taklif kiritilganiga gazda odamlar ixtiyoriy ravishda ham voz kechadi. Ya'ni mayli nima qiladi? Ya'ni nimani bosimni pasaytiradi. Ya'ni nimaga nisbatan? Talab, yalpi talab kamayadi suyultirilgan gazga nisbatan. Hozir mana 606 ming tonna beryapmiz deyilyapti-yu. Berasan. Uni auditi endi deyilyapti. Auditi juda masala. Misol uchun haqiqatan ham berilyaptimi? Mana bir necha marta to'qnashuv bo'ldi-ku, ya'ni bu yoqdan masala chiqqanda odamlar ololmayapti desa, nima aytayapti, hudud gaz aytayapti, bizga yetib kelmayapti desa, O'zbekneftgazni vakili aytayaptiki, biz yetarlicha beryapmiz deb aytayapti-da. Ya'ni konfliktlar ham bor bu yerda. Mantiqan olganda to'g'ri ham-da. Masalan qarang, ko'chada 6000-7000 minglik mahsulot 2000 lik joyi bo'lsa, u yerda o'g'irlik bo'lishi aniq. Xuddi bu valyuta konvertatsiyasiga o'xshagan gap. 3 barobar, 3,5 barobar konvertatsiyadan battarroq. Prokuror Andijonning prokurori edi. Hozir o'sha gaz va hudud gazni boshlig'i. O'shanga qo'yilgan narsa birinchi mayli, xo'p, arzon. Davlat shuni qimmatlashtirmoqchi emas-a, deylik. Raqamlashtir deydi. Raqamlashtirish ham qayerdan qayergacha bo'lib yotibdi-da. Ya'ni uni mahallagacha yetib borgan yo'q raqamlashtirish ham. Ya'ni ular hozir ular unga ham yil oxirigacha nima berdimi? Vaqt berildi. Nafaqat unga, boshqa ko'p rahbarlarga ham vaqt berildi. Men aytayotganimki, masalan, gapingizni bo'ldim, o'sha Surxondaryoda o'tgan yil videolar chiqib ketdi-yu, ko'mirni odamlarni talashayotgani. U ham o'sha karrasiga arzon bo'lgan quyqum ko'mirda. Qumda o'zi aslida. Xashak nimaga tezakka aralashtirib, xashakka aralashtirib yoqiladi. Ya'ni bu xunuk o'zing uyalishing kerak bo'lgan narsa-da. Endi masalan, o'sha suyultirilgan gaz bozor qismida bo'lsa, bozor qismida talab joy-joyga qo'yilsa, ya'ni bozor kirib kelsa, albatta 6-7 ming bo'lmaydi-da, tushadi demoqchiman. Ya'ni tepa mahraj ham tushadi deyapsiz. Endi O'zbekistonda juda buni men ozgina to'liq gapirib yuborish qo'rqinchli-yu, ana tushadi deb har doim biz boshimiz tayoydi bu narsa. Qobilbek, qarang-da, 2016-yildan beri hisoblaydigan bo'lsak, bizda umuman bozor bo'lmagan va yangitdan paydo bo'lgan bozorlar paydo bo'ldi-da. Mana sanoq sanash mumkin. Ishlab chiqarish butun yangi sektorlar paydo bo'ldi. Turizm qanday shiddat bilan rivojlanyapti? Ya'ni raqobat ustiga qurilgan, erkinlik ustiga qurilgan sektorlarda o'sish juda yuqori.
eksportimizni qarang, oltin mayli, u hali yana 1-2 yil asosiy eksport tovarimiz bo'ladi. Turizm asosiy mahsulotimizga aylanadi. Tramp ketgunicha urush bilan bo'lib turaveradi deysiz-da. Urush bo'lib tursa, oltin qimmat bo'lib turadi. Ha, endi aytmoqchi bo'lganimki, mana shu energetikada ham bozorga qarab yurish asosiy yo'limiz bo'lishi kerak-da. Bozor qila olsak, erkin bozor bo'lsa, raqobat tashkil qila oladigan bo'lsak, hammasi joy-joyiga tushadi. Qilish mumkin bo'lgan, bozor qilish mumkin bo'lgan suyultirilgan gaz bemalol bozor qilsa bo'ladi. Benzin, ya'ni masalasida bemalol bozor qilsa bo'ladi. Elektr energiya masalasida bemalol bozor qilsa bo'ladi-da. Nimaga qilishmaydi? Nima vaj ko'rsatishadi sabab sifatida? Birinchidan bozorda mohiyatini tushunmaganligida deb o'ylayman. Ya'ni ular yo'q, qarang. Juda katta farqi bor-da. Mafkurasi nuqtai nazardan o'zlari islohotchi va bozorga nisbatan intiladigan va qadriyatni biladigan odamlar boshlasa shu ishni, haqiqatan bozorga qarab harakatlanadi-da. Yo'q, biz topshiriqlarni bajaruvchimiz, biz uchun boshqa o'ylaydiganlar bor. Ular nima degan topshiriq bersa, biz shuni bajaruvchimiz desa. Men boshqacharoq nazarda o'tib ketgan gap, boshqacharoq nazar. Meni nazarimda bular qo'rqishadi. Chunki hop, masalan, hozir suyultirilgan gazni qo'yib yuborsa, narxini shartli qo'yib yuborsa, 6 mingga chiqib ketsa, o'sha 2 ming, 3 ming. Birdaniga, bu где-то 10 million odamga taalluqli narsa-da. ijtimoiy larza. O'zi yo'q narsa o'z narxida buni. Lekin tushadi-da, bir chiqadi, qaytib tushadi. Mif bor, qo'rquv, o'sha qo'rquv mifi bor-da, ya'ni baribir 10 ta odam yig'lasa ovozi baland eshitiladi. Men to'ldiray. Men ham to'ldiray. Bo'ldi. Ha. Ikkalasini Otabek aka bilan Qobil akaning gapini qo'shganda, bu kabi erkin bozorga o'tishdagi oqibati juda ham tavakkalchilikka asoslangan islohotni kimdir yurak yutib men qilaman degan odam kerak. Bitta shunaqa islohotchi kerak. Masalan, o'sha konvertatsiyada ham xuddi shunaqa ssenariy edi va A, B, C shaxslar aytishdiki, bo'ldi, men qilaman, men turib beraman degan odamlar bo'ldi. Ya'ni prezidentga javob men. Xavotir olmang, bo'lmaydi hech narsa deya oldi va o'shalarga ishonildi, bo'ldi. Shunaqa bitta energetikada ham shunaqa bitta odam kerak. Ya'ni mas'uliyatni o'ziga, zarbani o'ziga oladigan va hammasini aqlli joy-joyiga qo'yadigan. Meni fikrim. O'zneftigaz degan o'xshagan kompaniyalar bor, umuman suyultirilgan gaz bilan shug'ullanadigan qismlari bor, boshqa. Juda katta o'sha bog'liq bo'lgan monopoliyalar bor-da, ular bergisi kelmaydi. Ular har xil yo'l bilan harakat qiladi. Ya'ni sen kesishing kerak tomiridan. Bu bitta bozorda ertadan boshlab bozordan sotasan degani emasda, uni bularni xodimlarni ham tipa ijtimoiy davlat boshqa deb, ya'ni ham korrupsiyaga qarshi kurashishing kerak, ham monopoliyaga qarshi kurashishing kerak. Ya'ni kompleks yondashmasang o'zingizdan, ya'ni hozir bozorga qo'yib yuborsak, yana 8 ming bo'lishi mumkin, nimalar turadigan bo'lsa. Masalan, monopoliyalar o'zi mana shu sabablarni eshitsangiz ham g'alatida. Endi bu bitta kichkina kompaniya ichidagi narsa emas-ku, u davlat boshqaruvi-yu, u yerda misol uchun hierarxiyalar bor. Misol uchun eng tepadagi odam aytgandan keyin yoki tashkilot. Men nimaga hamma so'zsiz amal qilish kerak. Elektr energiyasi va gazni bozor narxiga o'tishni juda noto'g'ri cho'zib xalqni aldab qildikda. 3 marta qo'lda kesildi. Shu lekin haligacha yozishadi. Va o'sha juda noto'g'ri qildik. Xalqni aldadik va cho'zdik. Va shuni hisob, endi Covid bo'lib qoldi, boshqa farqi yo'q. Va o'sha yerda o'marishlar ham juda katta bo'ldi. Ya'ni yonimizda o'marishdi-da, yana kecha prezident ham aytayapti, mana qamalayotganlar, sud ishlari qancha. O'sha holatda biz hozir hech kim yurak yutmaydi-da. Ya'ni mana bu hozir hech kim xalqqa nima narxini oshiray deya olmaydi. Chunki o'zlari davlat o'zini o'zi diskreditatsiya qilib bo'lgan juda katta. Obro'sizlantirib. Har doim aytadigan gapimiz u, ya'ni shu darajada imij nuqtai nazaridan bir nima deydi, chiziqqa kelib qolinganki, u yog'iga kimdir shuni qilay deb kirsa ham sen javob berasan degan savol. Hozir suhbatimizda ham eshitib ko'radigan odamlar borki, bular narx osharkanda deb o'ylashadi-da hozir. Ya'ni bizni samimiy suhbatimizni ham to'g'ri qabul qilishmaydi. Qobilbek, to'g'ri qabul qilishadi deb o'ylayman. Chunki xalqimiz, iste'molchilar yildan yilga ziyraklashib, tushunib boryapti. 2-3 ta loyihalar e'lon qilinganda, izohlarni o'qiganda tushundimda, ya'ni mohiyatiga e'tibor berishyapti, shakliga emas. Va mana hozir narxlar oshar ekanda deb aytyapsiz-ku.
Bu nimani oqibati? Xatolarning oqibati. Shunday. Xatolar uchun doim narx bilan to'lanadi-da. Shunaqa. Siz aytyapsiz, pandemiya kelib qoldi, orada hali 2023-yil voqealari bo'ldi, 22-yil voqealari bo'ldi deyapsiz. O'shanday kechikishlar ham bular xatolar edi. Va bir martalik xatti-harakatlar o'rniga 2-3 martalab indeksatsiya qilinishi, narxlarni oshirilishi, ular ham xatolar edi-da. Biz 2-3 martalab qo'lni kesdik. Yana shu Karim davridagi har yillik nimaga tushib qoldi. O'shanga tushib boshqacha aytganda, masalan, o'zi bir marta narx oshirilgan bo'lsa ham, har yili narx oshiramiz deb gapirilaverdi-da. Ya'ni yo'q, yana mana boshidagi g'oyalar zo'r edi. 3 yil kamida muzlatiladi. Nima bo'ldi? Mana hozir yana Karim davridagi inflyatsiya doirasida shartlar gapirdi. Shartli ravishda 2022-yilda qanday edi? Qarang. Bu har qanday islohot bir tarafning diktovkasi emasda, ikkinchi taraf uchun kafolatlar hamda. Ya'ni 2022-yilda qanday edi? Mana biz narxlarni oshiramiz, evaziga, xo'p, 3 yil tegmaymiz. Barqarorlashtirish tarafga qarab yuramiz, bozorga qarab yuramiz. Ya'ni bozor bo'ladi. 2024-25-yilda o'sha paytda bozor va'da qilingan edi-da. Lekin bo'lmadi. Evaziga degan davom ettiramiz. Shaffoflik bo'ladi. Bo'lgan yo'q, to'g'rimi? Evaziga hisobdorlik bo'ladi. Bo'lgan yo'q, Va to'g'rimi? iste'molchi anu narx shakllanishida ishtirok etadi. Mana ertaga pensiya reformasi masalasi ko'tarilyapti, to'g'rimi? Xalq yana o'sha energetika reformasidan olgan achchiq tajribasidan kelib chiqib turib, ishonchi nimaga yuqori bo'lmaydi? Evaziga nima olishiga ishonchi komil emas. Evaziga nima bo'lishiga ishonchi komil emas. Hozir jamoatchilikni haqda aytadigan gapi shu bo'layaptiki, istalgan sohada, istalgan islohotda oldin qilgan bo'pti, keyin ko'tarasan. Ya'ni Masalan, mana buni qilamiz, muvaffaqiyatli bo'lgan reformalar ham bor-da. G'allani yaxshi qilishdi. Un masalan bozorga juda chiroyli chiqib ketdi. Odamlar bilib bilmay o'tib ketdi o'sha nimada. Ya'ni bildi, lekin o'sha to'chishni ishlandi. Kimga tegadi o'sha non narxini oshishi? Pensiyasiga qo'shib beramiz. Mana deydi, monetar hal qilindi, pul bilan hal qilindi. Bor shunaqa tez qilinish kerak va to'chishni ishlanish kerak, manzilda ishlanish kerak, ta'sir ko'radigan doiralarga, ya'ni nima degan. Men bu bizning o'sha energetika nimamiz birinchidan boyagi qaniydi o'sha yeganlar qamalib, bu yog'ida ham to'g'ri ketaversa-da, yeganlar yeb yotibdi. Ana Arosatdagi o'zbek iste'molchisi qo'yay deyapti-da, hozir har qanday islohotga qo'l. O'zi o'sha 2022-yil energetika islohoti haqida gapirilgan har bitta videolarga tushsangiz, xo'p, mana o'sha qimmatlashtirdinglar. Qimmatlashtirilganini ham to'lashga rozimiz, lekin yo'q-ku o'sha chirog' deyapti. Lekin masalan, men energetikda mana yaxshi narsani gapirsang ham ustingdan kuladigan darajaga qilib tashladingda. Masalan, generatsiyani bizlar iste'moldan tepaga olib chiqa oldikda. Masalan, gapirilish kerak bu ham. Otabek ham qo'shiladi bu gap. Elektr energiyasi ishlab chiqarish iste'moldan tepaga chiqdi, nima saldoda. Nisbatga. Lekin mana hozir ko'ryapsizki, bu yechim emas. Bitib kelmasa iste'molchiga. Bu ham qarang, mana masalani kompleks yechilmaganligi masalasida o'tgan yili hatto bir prezident bitta hujjat ham chiqaruvdi. Hali faqat topshiriqlarni bajarishda oqibatida shu. Mana generatsiyani oshirgan degan topshiriq bo'ldi, faqat oshiraveradi, faqat chunki KPI shu bo'lib qolganda. Zaxira quvvatlari bo'lish kerak o'sha yerda ham. Zaxira quvvatlari bilan siz aytaylik, shartli ravishda aytyapman, 16-20 gigavat quvvat yaratdingizmi? Quyosh va nima bilan bog'liq? Shamol bilan bog'liq. Uni doimiy kafolatlaydigan 7-8 gigavatli zaxira quvvatini ham yaratishingiz kerak. Chunki shamol va quyosh bu doimiy va barqaror emas. Uni doimiy va barqaror bo'lmagan davr uchun siz zaxira quvvati yaratasiz. Sizga u aytilmagandi. U aytilmagan edi. Xuddi shunaqa. San nima de texnik zadachada yo'q edi. Davomi bor. San generatsiyani aytaylik 85 ga olib chiqding. 85 milliard kilovat soatga olib chiqding. Xo'p, bo'pti. Iste'mol shunga yaqin misol 80-78 atrofida. Xo'p, yetkazib berish qanaqa bo'ladi? Tarmoq. Ya'ni Qoraqalpoq, Voha tarafda bizda ko'proq generatsiya. Iste'mol markazda va vodiyda. Aholi taqsimoti shunaqa-ku bizda. Aholi bu yoqda zichroq. Yetkazib berish qanaqa bo'ladi? Savolga javob yo'q. O'shunga ro'para bo'lganimizda javob beramizda. Masalan, yer 2023-yilda prezident aytganda, o'rtoqlar, sizlarda yo'qotishlar 12% ekan. Tasavvur qiling, ishlab chiqarishimiz oshgani bilan yo'qotish 12% ketyapti.
har 10 milliarddan ketyapti, 12% ketyapti. 1 milliard 200 ketyapti. Endi 3 yilda ichida kamayib qoldi deb o'ylaysizmi? Yo'q, 17.2 ga chiqqan. 12 edi o'zi 2023-yilda. Kamaytiriladigan topshiriq bo'lmagandir-da. Ya bo'lgan har doim 10% kamaytiriladi yo'qotishlar. Ya'ni bundoq 8 ga tushirish kerak edi 2026-yilga o'zi. Inflyatsiyaga o'xshagan ekanda. 8 ga tushirishdi o'rniga bular 17.2 gacha chiqarib yuborgan. Sanab chiqdi-yu, Andijon, Asaka 25 dan yuqori deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Har 4 kilovat soatdan bittasi 1 kilovat soat yo'qolyapti. Bu faqatgina havodan, boshqa texnikanalardan emas. Nimalardan, tabiiy sabablar yoki iqlim bilan ham bog'liq emas-da. Bu yerda juda katta qismi o'g'irlik ham bor-da, tushunyapsizmi? U yo'qotishga sayt qilinadi-da. Bu endi energetika vazirligi hal qiladigan masalami o'g'irlikni? kompleksda. U bittada bir kompleks deganingizda bu yerda Ya mana hop, hududiy mana Bu milliy hal qilmaydi. milliy unaqa o'g'irlik emas. milliy elektr tarmoqlari muhrim, milliy elektr tarmoqlari katta simga javob beradi deyilgan. tashkil ketayotganiga qarash kerak. Hududiylar seni uyinggacha yoki tadbirkor nimasiga borguncha javob beradi hudud elektr tarmoqlari. qayerda yo'qotishgan uni raqamlashtirsa, statistikasi bo'lsa aniqlab oladi. Davomi bor. 2021-yildan urra qimmat 3-4 karra qimmat sho'tchilar o'rnatishdi. Ha, ishlayapti ekan o'shada. 3 karra, ba'zi bir hududlarda 4 karragacha narxi qimmat bo'lgan sho'tchilar o'rnatishgan. Monopolisti sho'tchilari masalasi. O'zi sho'tchi ishini ham alohida ochish kerak. Xuddi energetiklar, gaz, neft ishlari ochilyapti-ku. Sho'tchiga ishini ham ochish kerak o'zi. Shu masala Eshiting, prezident aytayapti, taxminan hozir raqamlarni aniqlashtirish mumkin. Taxminan 500 mingtagacha gaz plus elektrda sho'tchiga ishlamayapti, axborot uzatmayapti. Tasavvur qilyapsizmi? 100 minglik. Ha, u o'g'irlik. Bir necha yuz ming. Ha. Yo, raqam 400 bilan ming bilan solishtirsa 500 ming yo'qotishlar arasida. bir xil chiqsa kerak. Xullas, baribir yana ikkinchi o'sha hozir meni ko'rayotganim, demak, eng katta narsa bu 5 mingdan ortiq gaz hisoblagich ma'lumot uzatmayotgani Yo'q, yo'q, oqibatida qarzdorlik 500 ming bo'lsa kerak. 5 mingdan ortiq Yo'q, gaz. 500 ming deganni ko'rib. Ko'proq. 500 qanchadir ming. Hozir Asadovni uzatgan ma'lumotlardan qarang. Asadovmi? Yo'q, Balki tahrirlangandir. Ko'proq hozir. Hozir men ikkita do'l qo'shilib ketganmiz. mayli. Yo'q. Keyin fakt chiqib Yo'q, juda muhimda chunki bu. Mana bu uzr. Bitta tuman misolida ekan u. 300 mingta gaz va 234 mingta elektr hisoblagich tarmoqqa ma'lumot Yarim uzatmayapti. milliondan ko'p. Tasavvur qiling. uni kimdir o'rnatgan, bitta shirkat qanaqa. Oqibatda Ishlab chiqargan monopolist, hopda O'sha monopolist buniga javob bermayaptimi, nima uchun ishlab? Yo'q, u aytadi, men ishlab chiqarib bo'lganman, bu yog'i o'zingniki deydi. Hekka topshirganman, hudud gazga topshirganman deydi. Tushunyapsizmi? boshida o'qib Hudud bersa. gaz nima? O'qib bering mana shu joyda. Askue va Askuk tizimi joriy qilinganiga 4 yildan oshgan bo'lsa-da, aholi xonadonlariga o'rnatilgan 300 mingta gaz va 234 mingta elektr hisoblagich tarmoqqa ma'lumot uzatmayapti. Oqibatda ayrim hududlarda debitor qarzdorlik kamayish o'rniga ko'paymoqda. Bitta voqeani aytib beraman. Shu o'tgan haftada bo'lgan voqea. Bir turar joy majmuasida aynan prezident majlis o'tkazgandan keyin nima ular uzatmayotgan bo'lgan, elektrni uzatmayotgan bo'lgan, rubelniy bilan yoqishganda odamlar 4 million, 5 millionlab qarzga chiqishgan. Tasavvur qilyapsizmi o'zingizga? Bo'lgan, shu kunlarda bo'lib o'tayotgan voqea. Aksiya ham bo'lyapti shekilli, 1 yil davomida 50 ming hisob kelyapti. Mana shunaqa narsalar ham. Yo'q, gap hisob kelishda emas. Yana hozir chalib hozir qanaqa bo'ldi? Bitta turar joy majmuasida, katta turar joy majmuasida elektr hisoblagichlar axborot uzatmayotgan bo'lgan. Ha. Prezident majlis o'tkazgan, ular shoshib qoladi-yu darrov. Prezident majlis o'tkazish bilan ishga tushib ketib qoladi. dolzarb bir bola. Mana borib yoqishgan, rubelniyda sho'tchilarni yoqishgan. Endi odamlar u yerda yashayapti, yarim yil, 3 oy, 1 yil yashayapti-da. Katta qarzdorlik. Bitta ba'zi bir xonadonlar 4,5 million, 500 million qarz bo'lgan. Sho'tchi aylanib yotavergan. Sho'tchi aylanib yotavergan, axborot uzatilmagan. O'zida axborot saqlab turavergan. Hisobi ham Tarmoq qulanishi bilan Lekin rostdan ishlatgan uni, to'g'rimi? Rostdan ishlatgan. 100 ming pul shot hisobida bo'lsa, yotavergan 100 ming bo'lib, tarmoqqa ma'lumot uzatmagan. Uzatgandan keyin bitta obnovleniya berganda Davomi bor. Bu sho'tchilarda avtomatligiga juda katta shubha bor-da, o'zi u ham alohida tekshirilishi kerak bo'lgan narsa. Nima O'tishga hozir gapirib oling. nima deydi o'sha standart agentlik shu bilan shug'ullanishi kerak-da, kelisga borib yota olmasdan o'zi. Ha, o'chishga avtomat, o'chirishga, yoqishga avtomat emasda chiqishingiz kerak.
Yo'q, mana ular yashagan-ku 6 oy davomida ishlatgan. Hop. Ikkala tarafda ham savol tug'ilmaganmi? Ular nima uchun to'lamayapti? Aholi xursandku, mendan pul yetmayapti, tushunyapsizmi? Xo'p, bu yoq taraf ham, bu yoq taraf ham. Albatta bu yoq tarafda ham mas'uliyati bor, lekin masala shundaki, siz uyni topshirdingizmi, sho'tchilarni qo'ydingizmi, tizim ishlash kerak-da. Yo'q, menimcha to'lov bo'lgan u yerda qanaqadir. Ya'ni u baribir o'sha avtomatik emas deydilar-ku. O'sha gapda jon bor. Ya'ni qanaqadir hisoblab ketaveradi va tarmoqqa ulangan paytda birdaniga to'g'rilab yuboradi. O'rtada nechadir yil. Ya'ni masalan sen bir 10 kun ishlatganingga qarab bo'lib tashlab chiqaravergan. Shunaqasi ham bo'lgan. Bir oy bo'lmasangiz ham, lekin hisob keladi qanaqadir. Ya'ni u hisoblab ketaveradi, baribir ishlatadi-ku bu. Masalan, qara. Kamroq ishlatgan bo'lsangiz, endi qayta hisob qilib yuboradi. Iyul, avgust, iyunda ko'p ishlatsan. Qasaning kuni yoqildi. Sanda masalan 2 barobar ko'p elektr ishlatsan. Sentyabrda kutib tez tushadimi? Yo'q, birinchi 15 kun tushmay turadi. Chunki boya haligacha o'ylab turadi. Bu nimaga chutaka, to avtomatlik emasligiga Abxod degan narsasi bor-da uni. O'sha anaqada ham ko'rasiz. Abxod degan unda jadvalda chiqadi. Abxod degan yozuv bor. Oylab bo'lmay qoladi, abxod bo'lmay qoladi-da. Keyin bittaga abxod boshlanadi. O'sha bitta roboti uni har bitta xonadan bitta kirib chiqadi. Har bitta cho'tchikka bunday qilib tekshirib, bunday yozadi, keyingi xonaga kiradi, shunaqa. Boya tashkilot taqoyir. Mana biz baribir xalqni farovonligi nuqtai nazaridan, odamlar yaxshi yashashidan va iqtisodiyot kattalashi nuqtai nazar prezident 9-10% qo'yyapti, to'g'rimi? O'zi kattalashgan, ancha kattalashgan iqtisodiyot uchun bu juda og'ir-da, ya'ni og'ir mo'ljal deymizmi, nima, orientir. Yoki shunga erishamiz desak, baribir elektr energiyasini ta'minoti barqarorligi kerak-da. Ya'ni shuning uchun yana o'sha bu yerda yana o'sha xohlaysanmi yo'qmi, oxirigacha yetmasa, korrupsiya va yigitlar joyiga qo'yilmasa, raqamlashtirish oxirigacha yetmasa, xususiylashtirish, na xususiy, na davlat, na bu chala homila bo'lib yotaversa, yana 2 yildan keyin yana shu tema oxiri shu Andijon hokimini olib kelib elektr vaziri, energetika vaziri qilamiz. Oxiriga Abdurahmonov ketadi. Ha, yechishi ham mumkin u masalani. Chunki yechib yuborsa ham. Endi masalan, 90% yechilgan bo'ladi, bir 10% ni yechsa bo'pti-da. Kim oxir tosh kim qo'ygan bo'ladi? Ben bor. Oxirigacha qazib keladi, ozgina qolgan bo'ladi, orqaga qaytib ketadi. O'sha joyga kelib taq ursa. To'g'ri, bu yana men konspirologiyaga o'tib ketmoqchi emasman-ku. Bunaqa muammolari uzoq vaqt yurishi yana o'sha atom elektr stansiyasi mana shuni qilmasak bo'lmaydi-da, shuda yechimimiz deb shuni tiqishtiraveradigan guruhlar ham bor-da. Mana shu isbotladi-ku, generatsiya yetishmovchiligida emas, hozirgi muammomiz degan narsani isbotladi-ku. Endi u mana shu deydi, shu atomni qursak yaxshi bo'lib ketadi, turadiganlar bor, afsuski, bor. Atomimiz bo'ladi, elektr ta'minoti tasavvur qil. Bular hozir 100 million, mana Surxondaryoda 300 millionmi, 350 million dollar yemoqchi bo'lgan odamlar atomda 10 milliard deydi-da. To есть farqi bor-da. Har yili sen 500 million yeysan yana uni bitganidan keyin ana u. Yo'q, birinchidan atomda zo'r xususiyati bor-da, u 20 yil qurilishi ham mumkin-da. Bolgariyadagi 1983-yilda boshlangan atom elektr stansiyasi haligacha qurilgan yo'q. 40 yildan oshganda, misol uchun. Bunaqa atomdaqa dalgastroy yo'q-da. Siz umringizni oxirigacha o'sha atom stroydi rahbari bo'lib, oxiriga yetkazmasdan nevarangizga ham o'tkazib ketsangiz bo'ladi-da. Advokatlar yoki stomatologlar aytadi-ku, oxirigacha qilib qo'ymayshi deb. Atomni abadiy mijoz. Abadiy mijoz. Abadiy pul. Chunki masalan, xo'p, O'zatom bo'lgandan keyin u chassi bo'lmaydi-ku. Baribir byudjet qoplab berish kerak uni nimasini, nima deydi? Shartnomani ham davlat tuzadi. Shunaqa. Otabek aka, u mana gazda ochiq bozor, u hozirgi davlat gazini ham narxini ko'tarib yuboradi. Yo'q. Tabiiy gaz masalasida biz hali ochiq bozorga biz suyultirilgan gaz haqida biz hozir suyultirilgan gaz haqida gapiramiz. Gaz. Ochiq bozorda ular har bitta shirkat o'zi olib kirishi mumkin bo'ladi. Ha, mana qarang. Suyultirilgan gazni nimasi uchun ochiq bozor qila olish mumkin deganimiz, u jismonan tashilishi mumkin bo'lgan tovarda quvurda ketmaydi. Quvurda kelmaydi. Konteynerda, mashinada tashib olib kelasiz. Oson tashib olib kelishi mumkin. Ya'ni Qozog'istondan, Turkmandan, Shimoldan olib kelinishi mumkin. O'zimizning ishlab chiqaruvchilarimiz ham bor. O'zbekneftgaz, Lukoil ishlab chiqaruvchilar bor. O'zbekneftgaz 3 ta zavod ishlab chiqaradi, misol uchun kamida. Eng katta ishlab chiqaruvchi o'zi O'zbekneftgaz. Shunaqa. Ya'ni taxminan
O'zbekistonda talab 650 ming tonna deb ataydigan bo'lsak, 1 million tonna, 1 million 200 ming tonna ham suyultirilgan gazni bozorni yaratish mumkin-da. Olib kelsa bo'ladi. Olib kelsa bo'ladi. Savolim shundan iboratki, antimonopoliya organimiz buni juda jiddiy kuzatib borib, birjadagi narxlar shakllanishiga ham e'tibor berib, taqsimotiga ham e'tibor berish, zigovorlarga qarshi tursa, mana misol uchun qishda dizelni yoqilg'isini oshirib yuborishganda hammasini jazoladi-ku. Til biriktiradi 10tasi. Bugundan boshlab 20% ga oshiramiz deydi. Bunday holatlar bo'ladi. Misol uchun Andijon viloyatida buni qilish mumkin, chunki talab katta-da. Qashqadaryoda qilish mumkin, chunki talab katta. Tarqoq joylashgan Qashqadaryo uchun turib tortib bo'lmaydi Qashqadaryo deyiladi. O'sha mahalliy ustun muzokara kuchiga ega bo'lgan 4 ta kompaniya birlashadi-da, bu xatti harakatni amalga oshirish mumkin. Shuning uchun ham prezident aytayotgandek, bozorga qo'yish kerak, kim istasa qo'yish kerak, texnik standart bilan bog'liq bo'lgan talablarni qayta ko'rib chiqish kerak bo'lsa, cheklovlarda, ayniqsa sun'iy monopolistlar foydasiga qo'yilgan cheklovlarda, temir yo'lda tashish bilan bog'liq bo'lgan har xil o'yinlarda ham bir qarab ko'rish kerak-da. Keyin antimonopoliya organi qudratli bo'lib, ularni radar monitoring qilib turish kerak tinimsiz. O'zi qara, mana Vodiy 1-dekabrdan uzish boshlaydi. Timba deydi, tutunli, hidli bo'lib qoladi. Tezakda kelishni boshlaydi. Dovondan tushing bilan hid burning uriladi. Ayto'ring nomini, tezak hidi kelishni boshlaydi. O'tin bo'lishi ham mumkin. Nimasi? Ko'mir, o'tin, boshqa. Masalan, eng ekologik toza holat hamda agar pulli boshqa, lekin baribir odamlarning hayot yaxshilanayotganligiga, sharoit yaxshilanayotganligiga odamlar olishga tayyorda. O'sha tutun tutatgandan ko'ra propan yaxshi-da endi. Shu masalan siz Lazizboy bo'lsangiz, tabiiy gazni olib kelishingiz uchun quvur qurishingiz kerak-da. Bu imkonsiz. Lekin siz propanni olib kela olasiz, suyultirilgan gazni olib kela olasiz. Men davlat suyultirilgan sotayotgan gaziga ta'sirim qanaqa bo'ladi? Ta'siringiz? Endi qara, davlat men uni oshirib olmaymanmi narxini? Oshadi, afsuski Mana oshadi. shuning uchun aytyapman, ham taklif tarafida ishlashimiz kerak. Taklif tarafida ishlashimiz. Hozir aytib chiqdim, temir yo'ldagi monopolistlardagi o'yinlarni to'xtatishimiz kerak. Talab tarafidan yumshatishimiz uchun mana u 50% skidka qo'yish mumkin bo'lgan infratuzilma ko'taradigan joylarda elektr energiyaga 50% chegirma berish kerak. Nimani o'rniga, suyultirilgan gaz o'rniga deyapti. Ya'ni kompleks yondashmasi sal kamaytirish uchun, ya'ni напряжение deydi, bosimni ozgina yumshatish uchun ikki taraflama bu tomonlama ham ishlash kerak. Elektrga hozir chegirma bersa, suyultirilgan gazga ham ozgina bosim tushadi. Talab va taklif normallashadi. Talab va taklif balanslashgan joyda narx o'z-o'zidan bir ko'tariladi. 2000 emas lekin. U noto'g'ri narxda o'zi. O'zi yana bitta narsa borda, shu yerda ham aytib o'tishimiz kerak. Byudjetimizda suyultirilgan gazni subsidiyalash degan modda yo'q-da. Har qalay bizga ochiqlangan hujjatda, byudjetnomada va byudjetda bunday modda yo'q. Lekin bizning byudjetimizdan aynan suyultirilgan gaz uchun subsidiyalar ajratilyapti. Ya'ni byudjetda yo'q, alohida ko'rsatilmagan, lekin mana shu hudud gazga subsidiya qismida ketsa kerak edi. Yo'q, subsidiyani faqat Gaztrade'ga farq qoplash uchun berish kerak o'zi byudjet qoidasi bo'yicha. Hudud gazga, O'zbekneftgazga to'g'ridan-to'g'ri suyultirilgan gaz uchun subsidiya berish degan modda yo'q-da. Deputatlar tasdiqlangan byudjetda har qalay bu yo'q. Tushundim. Ya'ni bu yerda byudjetni normalarini ham buzish masalasi ham bor-da. O'zi masalan, hokimiyatda, davlat miqyosida energetika masalasi qanaqa o'rinda turibdi o'zi? Shundagi? Yuqori o'rinda, ko'rmaysiz o'zgarishlardan. Shunda har doim yuqori o'rinda bo'lgan. Nimaga? Mana bayramlar bo'yapti, Guinness rekordlar. Agar yuqori bo'ladigan narsaga qancha ishlatishibdi? 730 million. 730 million. Men qanaqa deb, meni logikam qanaqa Otabek aka? Masalan, mana qanaqadir juda ham yomon holatda mana turgan narsa energetika holati bo'lsa, har qanday bunaqa o'yin kulgilar bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Endi davlatchilik unaqa bo'lmaydi. Endi muammo bor ekan. Hammani siz ta'ziyaga tiqib tashlamaysan. Motamga tushib qolmaydi debdi mamlakat. Bu yomon. Endi och qoringa raqs yarashmaydi. Ya och qorin emas. Ochmasdi, qorin. Ya'ni pessimizm davlatga yarashmaydi. Urush holatda emassan. Ayniqsa quyosh chiqib turganda unaqa qilish yarashmaydi. Bayramlar bo'lish kerak, normal, lekin muammoni ham hal qilish kerak. Ya'ni bayram cheklash hisobiga bo'lmasligi kerak.